Sho'shaxon tasbihni qanday o'tkazish bilasizmi? Birinchisiga nima deyiladi? Subhanalloh deyiladi. Ikkinchisigacha, Alhamdulillah. uchinchisigacha. Allohu akbar. Mana endi tasbihni qo'ying. Qo'l bilan sanashga qandoq sanaylar? Sunnat qandoq sanaysiz? Sanang qani. Subhanalloh, 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 subhanalloh. Shundoq sanaladi. Kim o'rgatgan sizga? Siz. Men o'rgatganman. Yo, men o'rgatganim yo'q-ku buni. Men o'rgatdim. Sizdan o'rgisiz sanamni o'qib sanagan o'rgan. Ha, o'zing o'rgangansan, ha? Mana ko'zimdan, ha? Yashang. Jumanazar qanday? Sizdan navoda so'ramaya. Ayta olasizmi? Qapeli so'ramayman. Balla sezgir mani qo'limdan ko'rib o'rganib olibdi. Shohjahon muxlislari laykalarni bosib qo'yinglar.